Diqqat, o'zbek fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekistonda bugun tunda dahshatli hodisa sodir bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Prostata adenomasi, surunkali prostatit, erkaklar hayotida yong'in kabi xavfli muammo. Ammo bunga qarshi eng ishonchli yechim mavjud. Vulkan mahsuloti sizga yanada yaqin. Malakali mutaxassislar tomonidan beriladigan tavsiyalar natijasida sog'lig'ingizni yanada yaxshilang. Vulkan mahsuloti prostatadagi yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Peshob muammolarini yo'qotadi. Jinsiy hayot sifatini yanada yaxshilaydi. Vulkan siz izlagan ishonch manbai. Diqqat qiling. Yanvar oyida 3-bor yerni magnit bo'roni qopladi. Magnit bo'ronlari kamida 2028-yilgacha tez-tez kuzatilib turadi. Quyosh faoliyatining eng yuqori nuqtasi 2024-yilning oktyabr-dekabr oylariga to'g'ri kelgan. Hozir quyosh faolligi pasayib boshlagan, ammo koronal teshiklar soni ortib bormoqda. Ayni shu holat geomagnit buzilishlarini kuchaytirmoqda. Faollikning sezilarli pasayishi faqat 2029 va 2030 yillarga borib suslashi kutilmoqda, deyiladi xabarda.